har kuni qaysidir odam aldanadi. Til bilish shart emas. Rus tilini bilmasang ham 7000 dollar olasan. Aka rus tilini bilsangiz bo'ldi deydigan bo'lsa, demak u haqiqiy 100% toblamoqchi. Rus tiliga talab yo'q. Bizlar shunaqa holatlarda ko'pincha biz o'zbeklarimiz advokatni yollash mumkin. Lekin Germaniyada yaxshi bir advokatni topish ham qiyin, o'zbek advokat. Shuning uchun o'zingiz ham advokat bo'lib olishingiz kerak ekanda ba'zida. To'satdan kelib qoldim Germaniyaga deb o'ylayman. Hotelda lekin 1 oymi 2 oy ishladim, meni ishdan bo'shatib yuborishdi. Ular uchun bu yaxshi narsa emasdi, ya'ni men o'zim xohlab bo'shab ketayotgan bo'lsam. Ish beruvchi bo'shatsa bu yaxshi. Va menga o'xshab Bavariyada, Myunxenda ishlaydigan o'zbeklar juda ko'p. Nima uchun o'zbeklar u yerda ko'p ishlayapti? Osonroqmi nimaga? Sababi o'zbeklar aqlli deb o'ylayman. Menga Germaniya kerak emas, Germaniyaga men kerakman. Shuning uchun u Germaniya siz bilan hisoblashish kerak. Ko'pchilik Myunxen deganda Oktoberfest yoki dunyoning eng gigant futbol klublaridan biri Bavariya bilan bog'laydi. Aslida esa bu shahar nafaqat Germaniya iqtisodiyotining lokomotivi, balki butun Yevropaning eng boy va moliyaviy jihatdan mustaqil shaharlardan biridir. Boshqacharoq aytganda, Yevropaning iqtisodiy quvvat markazi sanaladi. 2025-2026 yillar uchun tasdiqlangan Myunxen shahrining yillik umumiy byudjeti taxminan 10-11 milliard yevro atrofida. Solishtirish uchun bu raqam Qirg'iziston, Tojikiston, Armaniston, Moldova singari mamlakatlarning yillik umumiy byudjetidan karrasiga ko'pdir. Germaniyaning DAX indeks fondi, shuningdek BMW, Siemens, Allianz, Airbus singari dunyoning gigant kompaniyalarining bosh ofislari ham aynan shu shaharda joylashgan. Faqatgina sanoat solig'ining o'zidan shahar yiliga 335 milliard yevro daromad oladi. Myunxenning yillik yalpi ichki mahsuloti hajmi esa taxminan 170 milliard yevroga teng. Bu ko'rsatkich bo'yicha Myunxen dunyoning eng kuchli 30 ta iqtisodiy markazi qatoriga kiradi. Ma'lumot uchun 2025-yildagi O'zbekistonning yalpi ichki mahsulot hajmi 147 milliard dollardan oshgan. Myunxen aholisining xarid qobiliyati Germaniya bo'yicha eng yuqori. Har bir jon boshiga yiliga o'rtacha 34 ming yevrodan to'g'ri keladi. Byudjetning eng katta qismi ijtimoiy ta'minot, ta'lim va shahar infratuzilmasini, transport va yo'llar tizimini rivojlantirishga sarflanadi. Bunday yuqori ko'rsatkichlar sifatli hayot odamlarni o'ziga tortmay qolmaydi albatta. Myunxen aholisining qariyb yarmi, taxminan 45-50% migratsiya tarixiga ega. Bu degani ular yoki o'zlari Germaniyaga ko'chib kelgan yoki ularning ota-onasidan biri xorijlikdir. Shaharda istiqomat qilayotgan 1.6 million aholining taxminan 30.1%, ya'ni qariyb 480 ming kishi Germaniya pasportiga ega bo'lmagan xorijliklardir. Bag'rikeng Myunxen shahrida 180 dan ortiq millat vakillari yashaydi. Shaharning turli sohalarida ishlayotgan va yashayotganlar orasida o'zbekistonliklar ham bor. Ulardan biri bekobodlik Davron Safarov. Asl kasbi pedagog bo'lgan Davron Ausbildung dasturi bilan butkul boshqa soha bo'yicha kelgan edi. Boshlang'ich maktabda ishlayman, pedagog bo'lib ishlayman. Pedagog yordamchisi. Ya'ni malakali pedagog bor va pedagog yordamchisi bor. Menga birinchi bo'lib pedagog yordamchisi lavozimini berishdi. 1-2 yil ishlaganingdan keyin haqiqiy pedagog bo'lishing mumkin dedi. Ya'ni boshlang'ich sifatida. O'zbekistonda qayerda tahsil olgansiz? Bu yerda qayerlarda o'qiyapsiz yoki o'qidingiz? O'zbekistonda oldiniga maktab, umumta'lim maktab, o'zimning qishlog'imdagi maktab, kollej. Kollejda kasb-hunar kolleji 3 yillik, keyin sharqshunoslikda o'qiganman, bakalavr. Asl mutaxassisligim arab ingliz tili. Arabistikada o'qiganman, lekin arab tilim juda yaxshi emas, afsuski. Shu 3-kurslardan boshlab nemis tiliga sal qiziqib qoldim, Germaniya haqida eshitib qolib. Menga Germaniyaning birinchi nima qilgani, g'alati yoki ajoyib tuyulgani, universitetlar bepul deyishdi Germaniyada. Chet elliklarga ham ta'lim bepul, chet elliklarga ham, nemislarga o'ziga ham. O'shandan keyin qiziqib qoldim va nemis tilini o'rgandim. Nemis tilini qancha vaqt sarfladingiz? Nemis tilini men juda ham pauzalar to'xtab
bir yarim yil davomida o'rgandim. Deyarli o'zim o'rgandim desam ham bo'ladi. Shunaqa ham mumkin ekan. Sababi endi o'zimiz Qaysi darajadasiz hozir? filologiyada o'qiganligimiz uchun. Hozir men B2+ darajasi C1 ga yaqin deb o'ylayman. Chunki yashayotganimga 2 yil bo'ldi. O'z Germaniyaga B1+ B2 darajasi bilan keldim. Yana rivojlanish hozir nisbatan yetarlicha deb o'ylayman. Fahkraft, ya'ni malakali mutaxassis darajasiga ma'lum darajada yetmay qolishi mumkin, lekin baribir ish beruvchi mendan mamnun til darajamdan. Ota-onalar bilan bemalol muloqot qilaveramiz. Universitet tamomlagandan keyin o'zim qishlog'imda maktabda 1 yil ishladim, ingliz tilidan dars berdim. Va 1 yildan keyin Germaniyaga keldim, Ausbildung, ya'ni kasb hunar vizasi bilan keldim. Hotel sohasiga. Hotelda lekin 1 oymi 2 oy ishladim, meni ishdan bo'shatib yuborishdi. Sen to'g'ri kelmayapsan, ishlamayapsan. Nimaga to'g'ri kelmadingiz? Qaysi jihatdan? Endi asosiy sabab o'zimni qiziqishimni ko'rsatmadim. Menga yoqmadi hotelda ishlash, to'g'risi. Ham Bavariyani bir chekka qishloqlar, tog'lar orasidagi hotelda menga u darajada ma'qul kelmadi. Keyin ishdan bo'shatib yuborishdi. Yana bir jiddiy sabab ham bor edi. O'zim ham bo'shashni xohlab men shunday bo'lganki, o'zim olib borishga harakat qildim, chunki o'zim bo'shab ketsam, bizda ya'ni Ausländer Behörde deyishadi, ya'ni chet elliklar bilan ishlaydigan tashkilot, migratsiya agentligi deymizmi Germaniyadagi o'zbekchasi. Ular uchun bu yaxshi narsa emasda, ya'ni men o'zim xohlab bo'shab ketayotgan bo'lsam. Ish beruvchi bo'shatsa bu yaxshi. Xullas men Ausbildung nimaligini ham yaxshi tushunmasdan kelganman. To'satdan kelib qoldim Germaniyaga deb o'ylayman. Bitta tanishimiz bor edi. Tanish emas, Telegram orqali nima qildim? Aka, variant bor, xolasangiz ish beruvchi bilan gaplashib ko'ring dedi. Ish beruvchiga ma'qul keldim, birinchi onlayn suhbat qilganda. O'zingiz gaplashib, o'zingiz. Birinchi o'zim gaplashib, nima qilib. Til bilganingiz muhim bo'lganda bu yerda. Albatta. Germaniyaga har doim til biladiganlar, 99% til biladiganlar. Nega unda har xil reklamalarda, bloglarda ular hammasi til bilish shart emas, rus tilini bilmasang ham $7000 olib olasan. Ular 99 o'ndan 9% meni fikrimcha moshenik, ya'ni firibgar, tovlamachi. Qachon til bilish kerak bo'lmaydi? Ba'zi bir nimalar bor, viza dasturlari bor. Misol uchun work travel yoki Ferienjob Beschäftigung nemischasi. Talabalar yozda kelib 3 oy maksimal davomida ishlab ketishi mumkin. Yoki yana 8 oylik degan viza chiqqan. Bu asosan gastronomiya sohasi yoki shunga qurilish sohalarida odam yetishmayotganini maksimal jarayonda 3-davlat mamlakatlari, O'zbekistonga o'xshash 3-davlat mamlakatlaridan odam olish, ish beruvchi mayli til bilish shart emas desa hujjat qilib beradi yoki odat til bilish shart emas. Men o'zim ham o'sha Germaniyadan o'zbeklar gruppasi yordamchi adminlardan bittasiman. Har doim maslahat beramiz, nima qilamiz? Har kuni qaysidir odam aldanadi. Toki o'sha o'zi boshidan o'tkazmaguncha aldanadi. Ilm ko'rgan, universitetda o'qigan, universitetda shunchaki borib kelgan emas, o'qigan, izlangan, qila oladigan. To'ppa-to'g'ri va nima deydi, Yevropa iqtisodiyotini yoki Yevropa yashash tarzini yoki Germaniya yashash tarzini tushunadigan odam bittada hisob kitobini qiladi. Endi shubhalanadi-da. Hech bo'lmaganda shubhalanib tekshirib ko'radi internetdan. Albatta. Agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, men maslahat berardim. Ish beruvchini menga kontaktini ber deb nima qilish, talab qilish kerak konsaltinglardan. Men ish beruvchi bilan bog'lanay. Mana senga bitta nomzodman. Meni sen xohlayapsan ekan ishlashimni. Nimalarni taklif qila olaysan deb Germaniyada hamma WhatsApp ishlatadi. WhatsApp bu Germaniyada umumiy nima deydi, aloqa vositasi. Genau. Xullas o'sha orqali nima qilsa yaxshi. Ingliz tilida hozir KIda, ya'ni sun'iy intellekt bilan ham gaplashsa bo'laveradi, nima tomonlari bor. Ya'ni odam o'ziga ishonchi komil bo'lishi uchun. Malakali ishchilar yetishmovchiligi bor, bu siyosat darajasiga chiqqan. Bu malakali ishchi degani bu nima degani? Bu tilni bilish kerak bo'lgan, kamida bakalavr diplomi bor bo'lgan odam, kollej diplomi ham bo'ladi, lekin ancha tanqidiy, ya'ni ancha muammoli. Eng yaxshisi bakalavr diplomi, til daraja nemis tili, va Germaniyada albatta yo'lni topadi. Hammada har xil. Menda tez topganman. Men Ausbildungdan chiqib ketib yana 9 oy ishsiz yurdim, o'zimni qidirdim, o'zimga mos keladigan sohani qidirdim va keyin mana shu maktab menga ma'qul keldi. Germaniyada davlat har bir maktab o'quvchisi uchun yiliga o'rtacha 9200 yevro sarflaydi. Myunxen esa Germaniyadagi ta'limga eng ko'p investitsiya kiritadigan shahar hisoblanadi.
Shaharning 2025-2026 yilgi byudjetidan ta'lim va bolalar parvarishi, ya'ni maktabgacha ta'lim uchun yiliga taxminan 1,5-2 milliard yevro ajratilgan. Bu mablag'lar ta'limning mamlakat hayotidagi o'rni naqadar muhim ekanini anglatadi. O'z-o'zidan bu yerda ishlash juda katta talab va mas'uliyat degani. Pedagogisch Ergänzungskraft deydi, yordamchi pedagog bo'lib, eng ko'p o'zbeklar Bavariyada, Myunxenda ishlaydi. Boshqa bundeslandlarda kamroq, deyarli yo'q. Bunga kirish tarixi qanday bo'ldi va nima uchun o'zbeklar u yerda ko'p ishlayapti? Osonroqmi, nimaga? Sababi o'zbeklar aqlli deb o'ylayman. Chunki sotsial sohaga ancha-muncha aqlli, tilni yaxshi biladigan, odamlar bilan kommunikatsiya qila oladigan odamlar kerak. Bu sohadagi nima deydi, ishsizlarni yopish uchun ko'proq Germaniya Baltik davlatlarida aloqa qiladi. Ko'proq Bosniya, Serbiya yoki boshqa, masalan, Albaniyadan ham kollegalar nihoyatda ko'p. O'zbeklar ham endi shularning orasiga sekin kirib boryapti. Sababi aqlli, tilni yaxshi biladi, ko'pchiligi pedagog, O'zbekistonda tajriba qilgan. Meni ham bu sohaga kirishimga eng ustunlik bergan tomoni uzoq yillar davomida o'sha repetitorlik bilan shug'ullanganim, bolalar bilan shug'ullanganim va ko'p tilni bila olishimni rezyumeda ko'rsatganligim plus bo'lgan. Rus tili, arab tili, ingliz tili, nemis tili yozib tashlaverganman. Ya'ni u yerda faqat nemislar emas, boshqa millatlar ham o'qiydi. Shuni hisobiga ham, to'g'rimi? Bu ish beruvchi va ish o'rniga bog'liq. Joyiga. Misol uchun meni ish o'rnim juda internatsional, ya'ni multikulti. Biz juda ham turfa xilmizda. 60% bolalar migrantlarning bolalari. Shuning uchun ham aynan ko'p tilni biladigan yoki madaniyatlar aro yaxshi muloqot qila oladigan kadr o'sha payt juda ham kerak bo'lgan va men bitta suhbatda ishga olgan. Shuni isbotlay olgansiz. Men shuni ko'rsatganman va ular nima qilgan. Va uni ustiga aynan meni ish joyimda ishchi yetishmovchiligi bo'lib turgan, ishdan bo'shab ketishlar bo'lgan. Shuni hisobiga men o'rnimni juda ham tez topganman. Menda eng qiyin bo'lgan tomoni bu, balki ko'pchilik Germaniyada yashayotganlar uchun qiziqarli bo'lishi mumkin. Germaniyada hamma narsa qonuniy bo'lishi kerak. Qonuniy, tartibli yashashni o'rganish kerak. Viza masalalari, hujjat masalalari sal murakkab emas-u, nima deydi, harakatni talab qiladi. O'rganishni talab qiladi, talab qilishni talab qiladi. Menda Ausbildung vizasi bilan kelganman-ku, shuni Fachkra vizasiga o'zgartirishim kerak. Ya'ni u nima? Ish vizasi? Ausbildung, ya'ni kollej, kasb-hunar kollej diplom vizasidan haqiqiy malakali oliy ma'lumotli vizaga o'zgartirishim kerak bo'lgan. Men o'shanga ozroq sal qiyinchiliklar bo'lgan, lekin qonuniy jihatlardan talab qilib, o'qilib, misol uchun shunaqa holatlarda ko'pincha biz o'zbeklarimiz advokatni yollash mumkin. Lekin Germaniyada yaxshi bir advokatni topish ham qiyin, o'zbek advokat. Shuning uchun o'zingiz ham advokat bo'lib olishingiz kerak ekanda ba'zida. Qonunni yaxshi o'rganish kerak ekan, dedim. Qonunni yaxshi o'rganish deganda o'ziga kerakli bo'lgan qismlarida. Va yana yaxshi tomoni, o'sha migratsiya agentligidagi xodimlar talab qilsangiz, so'rasangiz, yordam berishadi. Chunki siz keraksiz. Biz o'zbeklar shuni tushunish kerakki, Germaniyaga men kerakman. Ya'ni menga Germaniya kerak emas, Germaniyaga men kerakman. Shuning uchun u Germaniya siz bilan hisoblashish kerak. Sizning xohishlaringizda, nimalaringizda. Juda yaxshi case bo'ldi-da, bu sarlavhaga olib chiqadigan. Germaniyaga men kerakman. Qani o'zingizni sota olish, o'zingizni kerakligingizni isbotlash juda katta aslida g'oya bu. Ya'ni odamga energiya beradigan ham, haligi harakatga undaydigan ham yaxshi g'oya menimcha. Shunday. Hozir men sal shamollash bor. Ishxonamga bir hafta bora olmayman deb kasal yozganman va meni o'rnim albatta bilinadi u yerda. Hozir endi ular o'ylayapti, qanday yopamiz? Chunki meni doimiy sinfim bor. Birinchi D sinfga kim qaraydi? Bolalar qarovsiz qolishi. Bolalar qarovsiz qoladi. Bunaqa holat ko'payib ketsa, uyga jo'natib yuboradi. Bolalarni ota-onalarga aytiladi, bizda hozir ishchi nima deydi? Ko'p ishchilarimiz kasal yoki boshqa sabablar bor, shuning uchun bolangizni olib keting, o'zingiz qarang. Shunaqa narsa bor. Shuning uchun biz o'zbeklarimizga men maslahat berardim. O'zini haq-huquqini talab qilgan holda va o'zini hurmat qilgan holda ish beruvchi bilan aloqa qilish kerak. Judayam bir nima deydi, hamma narsaga hop deb ketavermaslik kerak. Biz o'zbeklarimiz juda ham zo'rda, juda ham samimiy, pul olib turibman, oylik olib turibman, ota-onamga pul jo'natib turibman, yeb ichishim bor, Yevropada yashayapman deb ba'zida qarzdorlik his qilib.
ha ba'zida ha qandaydir aslida o'sha ish beruvchi o'ylash kerak, men bo'lmasam nima bo'ladi. To'g'ri, boshqa ishchi olishi mumkin, lekin bu o'z o'rnida yana boshqa ishni topa oladi. Shuni menimcha nima qilish kerak, o'ylash kerak deb o'ylayman. Juda yaxshi gaplar bo'lyapti. Menimcha Germaniyaga kelmoqchi bo'lgan, ishlamoqchi bo'lgan odamlar shu jihatlarga baribir e'tibor qilish kerak ekan. Germaniyaga shuning uchun kimlar kela oladi? Aytganimdek, malakali, tilni yaxshi biladigan odam tez o'rnini topadi. Endi Germaniyaga asosan men o'zimni shaxsiy statistikam bilmadim. Menimcha ochiq statistikalar ham bu mana bu Tashqi ishlar vazirligida bo'lsa kerakmi, Germaniyaning Tashqi ishlar vazirligida. Asosan O'zbekiston Germaniyaga asosan O'zbekistondan 3 ta soha menimcha eng keraklisi. Bu vrachlar. Tibbiyot. Bu O'zbekiston uchun juda minus lekin. Chunki O'zbekistonning yaxshi vrachlari, yaxshi kadrlari o'sha moddiy maqsad yo'lida yoki yaxshi ishonchli kelajak, xavfsiz hayot yo'lida chiqib ketishyapti. Hukumat bunga yanada motivatsiya beryapti. Misol uchun nima deydi, o'quv markazlariga subsidiyalar ajratib berib, misol uchun nemis tilini o'rgat, nima qil yoki bayga olib bersang, qanchadir pul beraman, o'qilaman, chetga chiqib ketaver, bizga pul jo'nataver. Chetga chiqib ketaver, pul jo'nataver. O'zimizga kerak emasmi? O'zimizga albatta kerak. Bu men o'zim shunday o'ylayman, misol uchun men chetdan yuribman. Meni hozir O'zbekiston bilan bog'lab turadigan eng katta faktor ota-onam. Asosan otam va onam bor. Qarindoshlar ham bo'lishi mumkin, lekin eng asosiy birinchi o'rinda aka-ukalaringiz, boshqalaringiz. Lekin birinchi o'rinda ota-onam. Misol uchun ertaga ota-onam bilan aloqam qachondir uzilishi mumkin, to'g'rimi? Davr o'tishi, boshqa nima bo'lishmi, yillar o'tib. Shundan keyin O'zbekiston bitta kadrni yo'qotadi. Men boshqa pul jo'natmayman. Boshqa qandaydir O'zbekistonning iqtisodiyotiga nima deydi, manfaat qo'shadigan qandaydir investitsiya harakatlarini qilmayman. Ya'ni kelajagi shu yer bilan bog'liq. Kelajagim shu yer bilan qolib ketyapti. Va hukumat jiddiy shu ishontira olish kerakki, ya'ni davlat jiddiy ishontira olish kerakki, O'zbekiston yana qaytib ketish uchun jozibali nima deydi, mamlakat bo'lishi uchun. Hukumat harakat qilish kerakki, eng zo'r kadrlarni ushlab qolishdi yoki o'sha zo'r kadrlarni O'zbekistonga chaqirishdi. Qachon misol uchun zo'r kadrlar bu yerda o'zini yo'lini topgan, yaxshi daromad olayotganlar O'zbekistonga boradi. Adolat bo'lsa deb o'ylayman birinchi o'rinda. Har kuni yozishadi. Aka, Amerikaga ketmoqchiman, Germaniyaga ketmoqchiman. Nima maslahat berasiz? Qanday imkoniyatlarim bor? Qanday nimalarim bor? Ketsam bo'ldi, borib olsam bo'ldi, borib olsam bo'ldi. Nima uchun yoshlar shunaqa o'ylayapti? Demak, o'zi istagan, o'zi xohlagan narsalar topa olmayapti-da O'zbekistonda. Shunday. Eng asosiysi nima? Pul topa olmayapti. Moddiy. Men o'zim shaxsiy fikrim, odam kambag'allikka uchrasa, ya'ni puli bo'lmasa, o'zidagi mavjud hamma narsalarni, hatto e'tiqodi, ishonchi, hamma narsani yo'qotadi. Kambag'allik shuning uchun yomon deb o'ylayman. Hamma narsa uchun bir tiyin bo'lib qoladi. Endi uni qayg'usi faqat qorin bo'ladi. Shunday, xuddi shunday. Hozir O'zbekistondagi yoshlarning asosiy dardi, asosiy muammosi shu va buni to'g'ri tushunaman. Men o'shanda ko'pincha maslahat beramanki, ko'r, hisob-kitobingni qil. Mana shunday talablar bor. Ma'qul kelsa, nima qilsan, yana ko'rasan, bo'lmasa yana qaytib ketasan. Birinchi kelganda juda ko'pchilik birinchi yillarda ayniqsa qaytib ketaman, unday, bunday deydi. Hamma shunaqa deydi. Hozir ham kimdirlar qaytib ketaman, ko'rasiz, qaytib ketmaydi shular. O'rganib qoladi. O'zbekistonda pedagog nima deydi, ta'lim berib tarbiyalaylik, tarbiyalab ta'lim beraylik degan Abdulla Avloniyni nimasini, g'oyasini maktablarda ko'pincha targ'ib qilishadi-da. Yevropada shuni boshqacharoq. Ya'ni bitta shaxs bir paytning o'zida ham ta'lim bera olmaydi, ham tarbiya bera olmaydi degan narsa bor. Ta'limni o'qituvchi bersin, u faqat o'qituvchining ishi. Va uni talabi ko'p. Germaniyada o'qituvchi bo'lish uchun kamida 5, 6, 7 yil vaqt ketadi. Oldiniga 4 yil bakalavr, undan keyin 2 yil amaliyot o'tash kerak. 6 yil bo'lyapti. 6 yildan keyin u haqiqiy o'qituvchi bo'ladi. Taxminan yana 3 yildan keyin u davlat xizmatchisi bo'ladi. Qasamyod keltiradi o'qituvchi. Davlat odami, Beamte deyiladi nemischasi. Ya'ni u siyosiy doim betaraf bo'lish kerak o'qituvchi. Ba'zi bir cheklovlar oladi. Mana shunday siyosiy qandaydir partiyalarga a'zo bo'lmaslik kerak, doim stabil o'rtani ushlab turish kerak.
oylik yoki boshqa tomonlarda doimiy muammo bo'lmaydi. To pensiyaga chiqib ketgandan keyin ham yaxshi, ishonchli nima bo'ladi, hayot tarzida yashaydi. Yana o'qituvchini ishdan bo'shatish mumkin bo'lmaydi. Beamti ishdan bo'shata olmaydi hech kim. Qandaydir maktab yopilib ketgan taqdirda ham unga yana qanaqadir maktab topib beraveradi. Stabil hayot bo'ladi. Germaniyada o'qituvchining maqomi shunday. U o'qituvchilik darajasiga chiqish uchun ancha, misol uchun chet elliklar, migrantlar, biz o'zbeklar bormi o'qituvchilar? Men tanimayman. Bor ayrimlar o'qituvchi bo'lish uchun harakat qilayotgan o'qituvchilar bor. Ayrim bundeslandlarda. U Lehrkraftlikka, shu o'qituvchilikka o'tishga harakat qilayotgan, ishlayotgan maktabda bor, yo'q emas. Lekin haqiqiy hali beamt, ya'ni o'qituvchi darajasiga chiqqanlar yo'q. Va u albatta Germaniya fuqaroligini olishi shart. U har tomonlama nima deydi, davlat odami bo'ladi-da. Talablar ancha yuqori ekan. Talablari ancha yuqori. Ta'limga e'tibori qarang, qanchalik filtrdan o'tkazadi ular. Shunday. Endi albatta Germaniyaning ta'limlarini kritik tomonlari ko'p, lekin O'zbekiston bilan solishtirganda albatta ancha yuqori. Nima sizni hayratga solgan birinchi kelganingizda shu ko'rib ta'limida? Men misol uchun hozir men pedagog bo'lib boshlang'ich maktabda ishlayotgan bo'lsam, o'qituvchilar bilan birgalikda ishlaymiz-da. Pedagoglarning xonasi bor va o'qituvchilarning xonasi bor. Bir haftada bir marta, bir oyda bir marta biz doim yig'ilish o'tkazamiz. Undan tashqari o'zimning o'qituvchim bilan har doim, misol uchun 1-D sinfda bitta o'qituvchisi, bitta pedagog bo'ladigan bo'lsa, doimiy aloqada bo'lamiz. Men O'zbekistonda 1 yil maktabda dars bergan bo'lsam, xuddi ana o'sha yerdagi kollektivlarni, ya'ni hamkasblarni atmosferasini men bu yerda ham bir xil his qilyapman. Qandaydir o'ta bir har xillikda his qilmayapman, ya'ni o'zaro hamkasblarga bo'lgan muloqot, tenglik, kayfiyatni ko'tarish. Misol uchun ba'zilar aytadi, Germaniyada endi biz ayniqsa internatsional bo'lganim uchun har xil toifadagi, har xil kategoriyadagi odamlar bilan ishlashingiz kerak-da. Yangi kelganman, endi O'zbekistondan keldim deganda ko'pchilik O'zbekistonni bilmaydi. Pokiston bilan adashtiraveradi. Tasavvuri ham yo'q. Ularga tushuntirib, nima qilib O'zbekiston haqida ma'lumotlar va boshlig'im lekin biladi, O'zbekistonda sayohat qilgan ekan. Juda ham odamlarni maqtagan va shunchalik bittada oldida meni O'zbekistondanman deganda. Yaxshi taassurot qoldirgan ekan. Men O'zbekistonga borganda nima meni hayratga solgan bilasanmi deganda, turmushga chiqqanmisiz? Bolalaringiz nechta? Qancha oylik olasiz? O'shanaqa savollar rosa ko'p berishardi. Samimiy savollar. Samimiy savollar deganda. Meni yana hayratga solgan narsa bu yerda O'zbekistondan farqli ravishda o'qituvchi faqat o'qituvchiligini qiladi. O'qituvchilar odatda ertalab soat 7:30 da ishga keladi, 7:40 da ishga keladi, 12:30 gacha maktabda bo'ladi, undan keyin uyga ketadi, uydan da ishlaydi. Onlaynmi? Onlayn emas, o'zini ishlari bor. Bu yerda xuddi repetitorga o'xshab har bitta darsga tayyorgarlik ko'radi o'qituvchilar. Bir kun oldin tayyorgarlik ko'radi. Nima o'taman? Hamma o'zi erkin qaror qabul qiladi. Misol uchun mana shu darslik bor, undan o'tasan, bundan o'tasan degan qandaydir mafkuraviy nima deydi, ramkalar yo'q yoki qandaydir aniq bir nima deydi, chegara qo'yib qo'ymaydi. Hammasini o'zi hal qiladi. Nimani o'rgataman? Endi to'g'ri umumiy standart bor. Hamma tog'dan bog'dan kelmaydi, lekin qanday o'rgatish, qanday metodni qo'llashni o'zi hal qiladi. Shuning uchun ular doimiy tayyorgarlikda bo'ladi. Men O'zbekistondagi kollegilarimda qanday his bo'lardi? O'zi zovizo erkak o'qituvchilarga ko'p emas, nima deydi, O'zbekistonda. Germaniyada ham deyarli shunga o'xshash holat. Lekin Germaniyada sal ko'proq bo'lishi mumkin, lekin nisbatan bir xil deb o'ylayman. Erkak o'qituvchilar obedgacha dars o'tib dalaga chiqishga harakat qilardi yoki mol bozorida kutardi. Men o'zimni ham misol uchun ota-bobom o'ta ketgan ashaddiy mol bozorchilik bilan shug'ullangan. Ayollar esa nima deydi, obedgacha dars o'tib, undan keyin paxtaga chiqib kelay, uni qilib kelay, buni qilib kelay derdi-da. Ya'ni ko'ryapsizmi, ular bir paytni o'zida 2-3 ta kasbni bajarish kerak bo'lardi-da o'qituvchilar. Men repetitorligimni qilardim. Shuning uchun menga shu tomoni albatta juda ma'qul tushgan. Uni ham daraja shuncha farqli-da. Munosabat. O'qituvchi faqat o'qituvchiligingni qil, oyliging yetyaptimi, bo'ldi deydi. O'shangni qil. Germaniya ta'lim tizimini o'quvchilarni saralash va yo'naltirish tizimi deyish mumkin. Uning asosiy g'oyasi har bir bolani o'z qobiliyatiga qarab
erta yoshdan kasbga tayyorlashdir. Bolalar 6 yoshdan 10 yoshgacha Grundschule, ya'ni boshlang'ich maktabda o'qishadi. 4-sinfdan keyin o'qituvchilar bolaning qobiliyatiga qarab keyingi maktab turini tavsiya qiladi. Gimnazium eng kuchli o'quvchilar uchun. 12-13 sinfni tugatib, abitur diplom olinadi. Bu diplomsiz Germaniyada universitetga kirish imkonsiz. Realschule o'rtacha qobiliyatlilar uchun. Bu yerni bitirganlar keyinchalik professional ta'lim Ausbildung olib, yuqori malakali mutaxassis bo'lishadi. Hauptschule esa amaliy ishga, hunarmandchilikka moyil bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan maktabdir. Bo'ladigan bola boshidan degan. Boshidan ma'lum. Germaniyada shu narsa amaliyotda bor. 4-sinfgacha bolani harakatiga qarab kelajagi belgilanib bo'ladi. 4-sinfda unga sertifikat beradi, ya'ni diplom beradi. O'qigiga qarab, qobiliyatiga. 4 yil davomida o'qiganiga qarab, o'shanga qarab kimdirlar universitetga ketadi, kimdirlar kasbiy ta'limga ketadi, yana kimdirlar o'sha litsey desak ham bo'ladi, O'zbekiston bilan solishtirib, tipa litseyga ketadi. A'lochilar har doim universitet yoki litseylarga ketadi. Shu litsey ko'p solishtirmasak tushmayapti-da. Universitet deb qo'ya qolaylik. Universitetga ketadi. Qolganlar o'rta me'yorni yoki o'ta pastlar, ular asosan qo'l mehnati, kollej, o'shanaqa nimalarga ketadi. O'sha 4-sinfda shuning uchun bolalar stressda bo'ladi. Afsuski, ota-onalar ham stressda bo'ladi. Ota-ona boladan ko'proq narsani talab qiladi. U o'qituvchilarga ham katta bosim beradi. O'qituvchi adolatli baholash kerak-da, bolani kelajagini hal qiladi 4-sinfda. Shu qaroriding. Ha, bu juda ham nozik masala. Va shu uchun masalan sinfdan qolish yoki o'sha yaxshi o'zlashtirilmagan sinflarni qayta o'qish amaliyotlari ham bor ekan. Ha, bor. Misol uchun menda o'tgan yili men uyatamas ekan. Men o'tgan yili 4-sinfda olganman. 4-sinfdan 2 ta bolani 3-sinfga o'tkazdi, afsuski. Endi ular asosiysi sababi hammasi migrantli bolalarida. Men qoyil qolaman mana shu yerda chetdan, ayniqsa misol uchun O'zbekistondan tasavvur qiling, 1-sinflik paytida yoki Afg'oniston deylik, chunki Afg'onistondan kelganlar ko'p. 1-sinflikda kelyapti. Germaniyada ozgina integratsiya qiladi, keyin qo'shib yuboradi sirasi. Nimaga? Sinfga. Akangga tashlaveradi. Ya'ni alohida sinf nima qilmaydi? Qo'shilib ketib, o'shda o'zing o'qib o'rgan deydi. Shu yerda juda ko'pchiligi muvaffaqiyatli o'tgan. Men shunga qoyil qolaman. Ya'ni nemis tilini tez o'rganib, baholarni yaxshi olib, xuddi nemislarga o'xshab o'qiyotganlar ko'p. Lekin orasida eplolmaganlari ham bor, shuning uchun hamma har xil qobiliyatli. Albatta, bu juda ham katta sinov deb o'ylayman bolaga. Tasavvur qiling, pashto yoki dari tilida o'zini ona tilisida Afg'onistonda o'qib, nima qilib yurgan, birdaniga bu yoqqa kelib, endi nemis tilida darsda o'tirish kerak. Boshqa talaba. Bu juda katta narsa. Xuddi shu narsa bizning o'zbeklarimizda ham bor. Oila birlashtirish orqali kelganlar sinfga qo'yib, lekin bola tez o'rganadi tilni. Bu ilmiy tomonlama isbotlangan. Ko'p lekin muvaffaqiyatli nima qilyapti. Men misol uchun mening sinfim 60% chet elliklar. Men misol uchun faxrlanaman shularda. Juda ham nimada ularni miyasi moslashuv uchun ota-onasi kelsa bo'ldi, yo venger tilida, yo polyak tilida, yo serb tilida, yo pashto yoki fors tilida nima qilib ketadi, gaplashib ketadi. Ko'p tilida poliglotda ular. Ha. Bu yoqqa maktabga kirganda yana nemis tiliga transfer bo'ladi. Shu meni asosan ajablantirgan tomoni va qolgan umumiy ta'lim, men o'zimning shaxsiy fikrim, bu O'zbekistonda ko'p bolalar bilan ishlaganman-ku. Bizda bolalar aqlliroq deb o'ylayman. Intelligenti yuqoriroq deb o'ylayman. Nazarimda. Intellekt yuqori. Ha, yuqoriroq deb o'ylayman. Bu yoqda ham shunaqa seziladimi? Men solishtirganda bizda o'quvchilarimizda nima deydi, o'rganish va bilim darajasi yuqori deb nima qildim. Bu yerda Germaniyada O'zbekistonda bolaga juda ko'p fan o'qitiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchisiga. Juda ko'p. Rus tilini ham o'qiydi, hatto ingliz tilini ham o'qiydi deydi. Yana Germaniyada bunaqa narsa. Germaniyada asosiysi 3 ta fan bor. Matematika bu eng birinchi fan, nemis tili. Ikkita desam ham bo'lar ekan. Mana shu ikkalasi o'sha kelajagini hal qiladi. Matematika bilan nemis tilidan 5 ga yoki 1-2 bahoga, Germaniyada 1-2 eng yuqori bahoda 5 baho hisoblanadi. 1 yoki 2 bahoga o'qigan odam uni kelajagi porloq. Qolgan boshqa fanlar ikkilamchi yoki uchlamchi fanlar. Misol uchun tili hech qachon o'qitilmaydi. Ingliz tili elementarniy narsalar faqat. Uni ham o'qitilmaydi hisob. Bizda rus tilini o'qitadi, qarang. Kamiga ingliz yana rus tilini men haligacha hayron qolaman. Kurashganman o'sha bo'yicha, ana rayona bilan nima deydi, ta'lim
tuman Xalq ta'lim ta'lim bo'limi. bo'limi bilan rus tilini chet tili sifatida o'qitmaydida O'zbekistonda. Rus tili chet tili. Xuddiki boshqa o'ylaydi til, rus tili bizning ona tilimiz. Rus tili turkiy tillarga ham kirmaydi-ku misol uchun. Yiroq. Yiroq. Endi haqiqatdan ham juda yuklama va u darajasi bizda ancha balandmi deyman. Gohida 3-sinfnikini dada menga yordam bering deydi, miyalarimiz qotib qoladi. Boshqatdan o'qishga to'g'ri kelyapti-da. Ancha murakkab. Bolani yoshligidan bizda ota-onalar kichkinalar kelganda ham nima qilishardi? Ingliz tilini o'qishing kerak, rus tilini o'qishing kerak, matematikani zo'r o'qishing kerak, falon odam bo'lishing kerak, piston odam bo'lishing kerak deb miyasiga qo'yadi 2-sinf bola. Bu yerda-chi? Bu yerda o'ynash. Nimani xohlayapsan? Mana shu bizning ishimiz. Pedagogik nima deydi, to'garaklar tashkil qilish bizning ishimiz. Bola qaysi sportga qiziqyaptimi yoki kreativ ijodkorlikka qiziqyaptimi, o'sha tomonlarni chiqarib berish bizning ishimiz. Uyga vazifasini eng maksimal yarim soat bo'ldi, boshqa kerak emas. Bir kunda yarim soat yetadi bo'ldi va o'shani zo'r qilsa, ota-onasidan har doim rag'bat oladi, qanaqadir nima deydi, yutuq oladi. Endi siz bu yerda bolalar ancha erkinroq, ancha nima deydi, faol, moslashuvchan, ancha demokratikroq. Men shuni tarafdoriman nazarimda. Bolalik deb o'tar ekan. Vaholanki shu bolalardan Yevropaning, butun dunyoni ilm fanni rivojlantiradigan, doimiy Nobel mukofotiga laureat bo'ladigan odamlar chiqyapti. Shunday. Ular yoshligidan 3-4 ta fanni o'rganmayapti. Bitta fanni his qilib o'rganish. Ma'lum bir sohani yetuk mutaxassisi deydimi? Shunday. Ixtisoslashgan. 5-sinfdan boshlab lekin haqiqiy bosim boshlanadi. Endi u boshqa masala. Gimnaziyaga ketganlar, boshqa nima, doimiy stress, ko'p o'qish boshlanadi. Boshlang'ich sinfda unaqa bosim nima bo'lmaydi. Endi o'sha savolni men qaytaraman. Kelajakda shu sohada qolmoqchimisiz yoki o'zgartirish niyatlari bor? Endi hozirgi soham pedagoglik. Men aytgandek, hozir yordamchi pedagogman. Malakali pedagog bo'lishim uchun malakali pedagog oyligi ko'p bo'ladi. Va mas'uliyati ham nisbatan ozgina ortadi. Va o'qituvchilikka o'tish. O'qituvchilikka o'tish uchun kamida 1 yil, 2 yil, 3 yil malaka izlanish, nima qilish. Men hali maqsadimni aniq nima qila olganim yo'q. Hozircha ko'ryapman, kuzatyapman, o'qituvchilar bilan doim muloqotdaman. Direktorim bilan ham doim muloqotdaman. Yana boshqa har xil networking nimalari bor. Ko'ramiz. Hali men aniq bir qarorga kelmadim, lekin bitta narsa aniq. Ta'lim sohasi yoki shunga o'xshash sohalarda ketishim, nima qilishim aniqroq. O'zbekistonga qaytasizmi endi? Ya'ni bitta boqiy savollardan bittasi. Murakkab savol, ochiq aytadigan bo'lsam. Chunki bu yerda hozir hamma narsa bor. O'zim xohlagandek jamoa, o'zim xohlagandek ish, o'zim xohlagandek sharoit. Faqat yaqinlarim yo'q. Ota-onam sayohatga kelib ketishadi. Demak, buni vaqt ko'rsatadi. Buni menimcha vaqt ko'rsatadi haqiqatdan. Endi tajriba to'plab, yaxshi pedagog bo'lib, tajriba oshirib O'zbekistonga qaytsangiz, biz bolalarga ham agar sizga o'xshagan kadrlar darsda erkin tarzda nima deydi, ish sharoiti bo'ladigan bo'lsa, jon deb qaytaman. Juda yaxshi. Endi eng so'nggi savol, aniqroq va ko'p beriladigan savol. O'zi bu yerda o'sha siz aytgan yaxshi o'qituvchilar, malakali o'qituvchilar deylik, qancha daromad topishadi? Oyliklari qancha? Pedagoglarning oyligi boshqa, o'qituvchilarning oyligi boshqa. Pedagoglarning oyligi boshlanishi Bavariyada boshlanishiga nettoni ayta qolay. Netto, brutto desa odamlar ko'p o'ylaydi, aslida soliqqa ketib qoladi. Nettosini ayting, qo'liga tegadigan ayting. Netto kamida 2000-2300 dan boshlaydi. Bavariyadagi yordamchi pedagoglar. Fachkraft pedagoglar, malakali pedagoglar kamida 2500-3000 netto oladi. O'qituvchilar ham bakalavrini bitirib endi amaliyot o'tayotgan o'qituvchilar men bilan bir xil oylik oladi. Pedagog bilan bir xil oylik oladi. Amaliyotni o'tab o'qituvchi bo'lishni boshlaganlar kamida 3000-3500 netto oylik olishni boshlaydi. BAM darajasiga, ya'ni davlat odami darajasiga yetgandan keyin kamida 4000, 4500, 5000 gacha ham olishi mumkin. Uzoq yil ishlagan bo'lish kerak, yana nimalar bo'lishi kerak. Shunday. So'ng so'z o'rnida sizga. Endi men birinchi o'rinda shu yerda o'zbeklarimizni maqtamoqchi edim. O'zbekistondan kelib chetda yo'lini, ishini, hayot tarzini, hamma sharoitlarini topganlar meni fikrimcha haqiqiy qahramonlar deb o'ylayman.
Chunki bu jarayondan o'tish, erishish oson emas. Integratsiya, mentalitet, ko'p narsalar. Ayniqsa ruhiy azoblar. Xuddi shunday. Bu haqiqiy qahramonlik ishi. Endi lekin O'zbekistonda turib ozgina oylikka ham maksimal darajada yaxshi ishlashga harakat qilayotganlar. Yurakdan Ayniqsa men shunday o'zimni kollegalarimda hamkasbdan bilaman, o'zi oddiy qishloq maktabida. O'zini bor kuchi darajasida, malakasi darajasida dars o'tib harakat qilayotganlar, meni fikrimcha ular bizdan ham qahramon deb o'ylayman. Sizga rahmat. Menimcha muloqotimiz davom etadi. Biz yana kelamiz. Xudo xolasa yana gaplashamiz. Yaxshi. Albatta. Katta rahmat sizga. Rahmat sizga ham. Kattakon rahmat.